Rus tilini qanaqa qilib, kamroq o'qib, tez va zerikmasdan o'rganish mumkin? Oxirgi 7 yil o'qituvchi sifatida shu savolni o'zimga har kuni beraman. Agar rus tilini umuman esimdan chiqarib yuborsam va noldan o'rganishga majbur bo'lsam, qaysi texnikadan foydalangan bo'lardim deb o'zimdan ko'p so'rayman. Bugun sizga aynan shularni aytib beraman. Undan tashqari yana bitta sirli ma'lumot ham aytaman. Uning uchun videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, sizga maxsus sovg'amiz bor. Til bu poyga emas, bu marafon. Til o'rganishning eng katta siri bu ko'p o'qishda emas. Siz to'xtamasdan 3-4 soat o'qisangiz ham miyangiz buni qabul qilmaydi. Marafonda esa eng muhimi bu ritm. Shuni eslab qoling. Har kuni 20 daqiqa, haftasiga 1 marta 2 soatdan ustun. Nima uchun? Chunki siz tilga tegib turasiz. Miya esa buni ustuvor ko'radi. Kamroq o'qib degani rus tilini faqat kitobdan emas, hayotdan o'rganing degani. Ko'pchilik kamroq o'qib o'rganing desam, kitob umuman o'qimasak ham bo'lar ekan deb o'ylaydi. Yo'q, unday emas. Balkim hayotdan ko'proq tajriba olishinglar kerak. Tilni miyaga tushiradigan asosiy 3 ta narsa bor. Birinchisi bu eshitish, gaplarni tirik holatda eshitish. Ikkinchisi bu ko'rish, ya'ni vaziyatni ko'rib tushunish. Uchinchisi esa bu takrorlash, ya'ni bu talaffuz. Kitob bu keyingi bosqich. Avval ko'rish va eshitish ishlaydi. Misol uchun, bu umuman boshqa gap rus tilida. Это совсем другое дело. Ну как? Это ж другое дело. Совершенно другое. Это точно. Agar siz buni kitobdan o'qisangiz, siz uni 5 daqiqada esingizdan chiqarasiz. Lekin buni kinoda yoki videoda eshitsangiz, intonatsiya, mimika va vaziyat bilan birgalikda esda qoladi. Shuning uchun ko'proq tinglab o'rganishni sizlarga maslahat beraman. Kino bu eng kuchli tezlashtirgich, ya'ni ускоритель. Men chet tillarini kino, serial, multiklar orqali o'rgangan odam sifatida shuni ayta olamanki, kino bu eng kuchli qurol. Nima uchun? Chunki kinolarda real intonatsiya, real his-tuyg'u, real kontekst bor. Masalan, rus kinolarida bir qator iboralar juda tez yodda qoladi. Misol uchun, серьезно? Серьезно? Ты что, прикалываешься? Да ты прикалываешься. Ни за что. Не за что. Buni darsda o'rgangan odam juda kam, lekin kinolarda avtomatik esda qoladi. Kino bilan o'rganishning ikkita asosiy qoidasini aytaman. Birinchisi bu subtitr. Subtitr o'zbekcha emas, ruscha bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa qiziqarli film qo'ying, ya'ni kino o'ziga yoqishi kerak. Agarda siz deylik boyvikka qiziqsangiz, lekin bu yoqda melodrama qo'yib olsangiz, unda oxirgacha ko'rmaysiz va rus tilini o'rgana olmaysiz. Razgovorni chiqaradigan eng kuchli metod. Mana endi sizlar bilan eng muhim joyga yetib keldik. To'g'ri, so'z yodlash yaxshi, lekin ulardan foydalana olmasangiz, buni foydasi yo'q. Shuning uchun men sizlarga hozir razgovorni chiqarishda eng kuchli metodni o'rgataman. Bitta so'z, bitta kichkina dialog texnikasi. Har kuni o'rgangan bitta so'zingiz yoki bitta iborangizdan 5 yoki 7 soniyalik kichkinagina dialog tuzishingiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan hozir magazin so'ziga dialog tuzib ko'ramiz. Misol uchun, kуда ты идешь? Qayerga ketyapsan? Я иду в магазин. Men magazinga ketyapman. Biz siz bilan magazin so'zidan dialog yasadik. Endi keyin iboradan ham dialog yasab ko'ramiz. Iboramiz не переживай bo'ladi, ya'ni xavotir olma. Misol uchun, я опоздала, men kech qoldim. Да не переживай, все нормально. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Nega bu usulni qo'llash kerak? Birinchisi, miyaga men gapiryapman degan signal boradi. Ikkinchisi, so'z faol so'zga aylanadi. Uchinchisi, gapirayotganda qo'rquvlarimiz yo'qoladi. To'rtinchisi, agar bitta so'zni bitta vaziyatga bog'lasangiz, miyangizda bu qolib ketadi. Va beshinchisi, eng muhimi, dialog shakli real hayotga juda o'xshaydi. Bu eng qisqa, eng oson va eng kuchli gapirtiradigan metod hisoblanadi. Повторению тенью eng tez ishlaydigan usullardan biri hisoblanadi. Juda ham sodda. Siz shunchaki eshitasiz va ortidan darrov takrorlaysiz. Keling sizga hozir batafsil tushuntirib beraman. Nega bu usul kuchli ishlaydi? Birinchisi, talaffuzni tez o'rganasiz. Ya'ni og'zingiz o'zi avtomatik tarzda so'zlarni to'g'ri gapirishni o'rganib oladi. Ikkinchisi, ritm va intonatsiya bir xilda chiqadi. Ruslar urg'uni qanday qo'yib gapirsa, siz ham xuddi shunday qilib qo'yib gapirishni o'rganasiz. Uchinchisi, gap refleksi hosil bo'ladi.
sekin o'ylab gapirishni o'rniga miyada tez gapirish usullari hosil bo'ladi va natijada ruscha gapirish osonlashadi. 4-si, qo'rquv yo'qoladi. Xatodan qo'rqmay, dadil gapirishni boshlaysiz. Misol uchun, Это, по-вашему, слова джентльмена? С первого же момента я увидела вашу эгоистичность, заносчивость, презрительность к чувствам других людей. Будь вы единственным мужчиной на земле, то не в силах были вы уговорить меня выйти за вас замуж. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak haqiqatdan ham rus tilini o'rganmoqchisiz. Endi esa sizga o'sha va'da qilgan sog'am haqida aytib berish vaqti keldi. Sizga yordam sifatida opisaniyada maxsus havola qoldirdik. Ushbu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga PrepUz onlayn platformasiga 30% chegirmani taqdim etamiz. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, kommentariy yozishni va podpisatsiya qilishni unutmang.